Hammaga salom, men Nafisa Narkulova va men bugun sizga bitta savol bermoqchiman. Qachon oxirgi marta oynaga qarab, ko'zlaringiz bilan qattiq boqgansiz? Ana make-up qilish uchun emas, yoki sochlaringizni to'g'rilash uchun emas, yoki oynani artish uchun emas. Aynan ko'zlaringizga qarab, ko'zlaringiz bilan ichkari, aynan siz ichki holatingizga boqgansiz. Bugun men sizga aynan 5 yil oldin meni hayotimni butunlay o'zgartirishga sababchi bo'lgan bir muhim voqeani sizga aytib beraman. Va bu voqeani hali hech kimga to'liq so'zlab berganim yo'q. Demak, vaqti keldi. Aynan oyna qarshisida men maxluqni ko'rdim. Aynan mana shu voqea meni hayotimni butunlay o'zgartirishimga majbur qildi. Videoni oxirigacha ko'ring. Agarda siz videoni oxirigacha ko'rmasangiz, menga o'xshab yillaringizni просто shunchaki suvga oqirib yuborasiz. Aynan oyna qarshisida kimni ko'rishni bilmasdan, oynada qarshisida, aynan insonlarda har doim noto'g'ri insonni, aybdorni yoki bir bilmadim, siz yaxshi-yu boshqalar yomon deb butun hayotingizni shunchaki suvga oqirib yuborasiz. Так что videoni oxirigacha ko'ring. Biz siz bilan birgalikda boshladik. Nimaga aynan bugun aynan shu mavzu? Chunki juda ham ko'pchiligimiz o'zimizdagi muammolarni insonlardan, atrofimizdagi bo'layotgan voqea hodisalardan, omadsizlikdan yoki aynan Alloh meni jazolayapti, aynan Alloh qaysi gunohlarim uchun meni jazolayapti deb hayotimizda, yillarimizni o'tkazib boramiz. Aynan mana shu narsani biza har doim bizani atrofimizdagi, birinchi o'rindagi atrofimizdagi insonlar, bizani atrofimizdagi insonlar bizani ko'zgumiz. Ular parallelni bizani farishtalarimiz. Bizga xizmat qiladigan farishtalar hisoblanadi. Aynan mana shu insonlarda butun umringizni, mana bu butun umringizni insonlarni ayblab, omadsizlikda ayblab yoki bilmadim bo'lishi mumkin, Allohni ayblab, go'xida biz Allohni ham ayblaymiz-da. Juda ham ko'pchilik 5 yil davomida olimga kelgan o'quvchilarda juda ham ko'pchiligi Allohni ayblab kelgan. Aynan mana shu atrofimizdagilarni ayblamasdan biza to'g'ri sababni topib, hayotimizdagi muammolarga to'g'ri yechim topishimiz uchun aynan bugungi mavzuni men ko'tardim. Aynan hozirgi mavzuni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga va'da beraman, siz hech qachon o'tkazgan vaqtingizga afsuslanmaysiz. Men buni sizga va'da beraman. Keling, hozir biz siz bilan birgalikda kartalarni ochiqchasiga ochamiz. Ya'ni haqiqatni ochamiz. Biza siz har doim atrofingizdagi voqealarni, insonlarni ayblaysiz. Meni xafa qildi, menga xiyonat qildi, meni tashlab ketdi, puli yo'q edi, imkoniyati yo'q edi, mana shunday bo'lib qoldi-da, unday bo'lib qoldi-da deb ayblaysiz. Lekin faktichki biza atrofimizdagilarni ayblashni sevamiz. Bu bizani eng yaxshi ko'rgan hobbimiz. Har bir insonning qoniga bor bu narsa. Lekin faktichki agarda siz ayblashdan oldin siz o'sha insonlarga yaxshilab nazar boqsangiz, ular aynan sizni, bizani ko'zgumiz, bizani ichimizdagi holatda, bizani aqlimizdan o'tayotgan har bir fikrlar, ichimizda holati, hamma tanamizdagi holatda ular bizga aks ettirib beradi, bizga ko'rsatib beradi. Har bir atrofimizdagi insonlar bular bizani farishtalarimiz hisoblanadi. Har bir atrofimizdagi voqea hodisalar bu Allohning sizga gapiradigan gapi. Qara, o'zingga boq, muammo sanda degan gap. Aslida aynan biz umrimizni sarflab boramiz. Butun umr hayotimizni insonlarni ayblab o'tamiz. Bu bunday qilib, bu unaqa qilib, bu bunaqa qilib. Lekin siz agarda siz mana bu yerga nazar solsangiz, sola olsangiz, agarda mana buni eshita olsangiz, hamma muammolaringiz o'zidan o'zi yechilib ketaveradi. Lekin agarda siz bu narsalarni anglamasangiz, dalshi yana siz insonlarni ayblab o'tsangiz, Allohni ayblab o'tsangiz, insonlarni ayblab o'tsangiz, voqea hodisalarni ayblab o'tsangiz, omadsizlikni ayblab o'tsangiz, siz vitogi natijada depressiyaga, pulsizlik, holsizlik, omadsizlik, baxtsizlik, yo'qchilik, kasallik, hamma yomon shaytoniy energiyalarni o'zingizga olib, butun hayotingizni o'tkazib borasiz. Agarda siz bu narsani anglamasangiz, agarda siz haqiqatni ko'ra olmasangiz, agarda siz o'zingizga qayta olmasangiz, o'zingiz qayerda? Mana bu yerda. Mana shuni ko'ra olsangiz,
siz hammasidan chiqib keta olasiz. Siz hozir aytishingiz mumkin-da, mani kasalligim insonlarni ayblashim bilan qanday qilib bog'liq bir-biriga? Qanday qilib bog'liq bo'lmasligi mumkin? Albatta bog'liq. Aynan siz inson, agarda men insonlarni butun umr ayblab o'tganimda, insonlarni ayblab, voqea hodisalarni ayblab, Allohni ayblab, Allohim sen menga qaysi gunohim uchun bu muammoni berding? Aynan qaysi gunohim uchun bu jazo beryapsan? Alloh hech qachon bizga jazo bermaydi. Hech qachon Alloh jazolamaydi. Siz o'zingizni farzandingizni jazolaysizmi? Hech qachon. Siz o'zingizni farzandingizni qamoqqa kirsa xursand bo'lasizmi? Hech qachon. Alloh bizani har doim yaxshi bo'lishimizni istaydi. Bizga turtki bo'ladi, bizga yo'l ko'rsatmoqchi bo'ladi. Voqea, hodisalar, insonlar orqali, vaziyatlar orqali, aynan siz omadsizligingiz ham Allohga gapirayotgan bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Aynan senga qara, sen noto'g'ri yo'lga ketyapsan. Bu seni yo'ling emas. Yoki qanaqadir bir inson bilan aqd paymon qildingiz va birga bo'lmadingiz. Alloh aytadi, qara, bu seni insoning emas. Senga to'g'ri kelmaydi. Men buni sen uchun yaratmaganman. Qo'yib yubor, deydi. Va u inson siz bilan ajralishib ketsa, yoki sizga xiyonat qilsa, yoki sizni ayblasa, yoki sizni qiynasa, yoki sizni juda ham yomon holatga olib kelib qo'ysa, sizni qadringizga yetmasa, lekin siz o'sha inson bilan, "Voy, men shu inson bilan birga bo'lishni xohlayman" deb maksimal harakat qilganingiz sari, sizni yo'lingiz maksimal orqaga ketadi. Yoki sizni kasbingiz emas, aynan siz o'zingizni hayotingizni butun umr o'tkazib ketyapsiz. Siz masalan bo'lishingiz kerak, duxovniy ustoz, aynan ruhiy ustoz, insonlarni o'stiradigan. Yoki siz business woman bo'lishingiz kerak. Yoki siz bo'lishingiz kerak, power bo'lishingiz kerak. Power bo'lishingiz kerak, business woman bo'lib yuribsiz. Yoki business woman bo'lishingiz kerak, pol artib yuribsiz. Aynan siz noto'g'ri joyda bo'lganingizda sizga Alloh muammolar keltiradi. Yoki insonlar, aynan insonlar sizniki emas, kasbingiz sizniki emas. Voqea hodisalar, aynan siz aytayotgan omadsizlik, xiyonat, baxtsizlik hammasi sizniki emas. Faksichki bu mana bu yerga qarashingiz kerak. Aslida istina, haqiqat qayerda? O'shani ko'ra olganingizdagina o'shani haqiqatdan ham haqiqatga ko'ra olganingizdagina unga tik qarab boqa olganingizdagina siz haqiqatni topasiz va hammasi o'zgaradi. Xuddiki menda ham 5 yil oldin hayotim o'zgartirishga majbur qilgan muhim voqea hodisa. Aynan mana shuni emaski, bugun batafsil so'zlab beraman. Juda ham zo'r bo'ladi. Haqiqatdan ham agar 5 yil oldinga har doim qaytaman va har doim Allohimga bu uchun minnatdorchilik bildiraman. Bugun aynan o'sha sekretimni sizlar bilan bo'lishaman. Aynan siz bilan. Da aytishingiz mumkin, men juda ham harakat qilib ko'rdim. Men maksimal harakat qildim. Yana men nima qilishim kerak deb aytishingiz mumkin. Ko'pchiliklaringiz maslahat so'ragansiz. Har birimizni boshimizdan o'tadi muammolar. Har bir insonni boshidan o'tadigan muammolar bu normalna. Bizda xato qilamiz, normalna. Bizning hayotimizga omadsizliklar keladi, normalna. Baxtsizlik, xiyonat kelishi mumkin, normalna. No. Siz buni o'zgartirish uchun siz aytishingiz mumkin-da, men hayotimda qilib ko'rdim. Dugonangizdan so'ragansiz, ayangizdan so'ragansiz, qarindoshingizdan so'ragansiz, opangizdan, singizdan maslahat so'ragansiz. Undan keyin o'xshamagandan keyin psixologga borgan bo'lishingiz mumkin yoki kursda o'qigan bo'lishingiz mumkin. O'zgargan bo'lishi ham mumkin hayotingiz. Lekin yana asl holatga, xuddi hech narsa bo'lmagandek hayotga yana qaytib qolgansiz. Nima uchun shunaqa bo'lgan? Juda ham ko'pchilik menga keladi. Nafs Narkulova, men palonchida o'qidim. Nafs Narkulova, men pismadonchida o'qidim. Nafs Narkulova, qanday qilib yana men o'qishim kerakmi? Nima uchun men hayotim yana orqaga tortdi? Nima uchun men hayotim battar bo'lib ketdi? Zo'r bo'ldi hayotim. Nimaga bunaqa bo'ldi deyshadi. Nima uchun shunaqa? Nima uchun shunaqa? Chunki siz muammoni yechimini tashqaridan oqtargansiz. Muammo tashqarida emas. Insonjon, inson muammo ichkarida. Mana bu yerdan oqtarish kerak muammoni yechimini. Yechimi har doim mana shu yerda. Bu yerda emas, mana bu yerda. Agarda bu bilan ishlasangiz, любой muammongizni yechimini qila olasiz. Chunki aynan sizdagi omadsizlik, baxtsizlik, xiyonat, pulsizlik, kasallik, hammasi lishni vazn. Juda ham ko'pchilik ayollarimiz lishni vazn olib tashlashadi. Nimaga? Muammolar, tana gapiradi даже. O'shalarning hammasi agarda siz mana bu yerga quloq solishingizda, Alloh istaganicha mana bu yerga quloq sol. Sen o'zingni ko'r, istinani, haqiqatni mana bu yerda ko'r degani uchun sizda shu muammolar bo'lyapti. Siz bu muammolarni
doktor nauklar bilan ham yecha olmaysiz. Siz mana bu yerga qarasangiz yecha olasiz. O'shandagina sizni muammolaringiz butun umrga sizni tark etadi. Da bo'lishi mumkin keyin hayotingizda muammolar. Lekin sizga strashni bo'lmaydi. Siz bilasiz qanday qilib yechim qilishdi. Siz bilasiz qanday qilib chiqib ketishdi. Bugungi darslikda aynan men sizga oyna har doim bizga eng aniq haqiqatni qanday qilib ko'rsatishini, aynan 5 yil oldin men oynada kimni ko'rdim va aynan qanday qilib hayotimni o'zgartirdim va undan tashqari aynan nima uchun tashqaridagi yechimlar emas, ichkaridagi yechim ishlaydi va uni qanday qilish kerak. Undan tashqari aynan mana shu real voqealarga, real ayollarni hayotida sinab ko'rilgan mana bu praktika qanday qilib ularning hayotini o'zgartirganligini men sizga ko'rsatib beraman. Videoni oxirida bo'lsa, meni sizga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Aynan bu shu darslikka ulangan matka praktikasi. Matka praktikasini bajarish uchun men sizga yopiq kanalga o'tishingiz uchun men sizga video oxirida link beraman. O'sha link orqali siz o'tib men bilan birgalikda matka praktikasini bajarsangiz bo'ladi. Так что boshladik. Ozgina o'zim haqimda tanishtirib o'tib ketaman. Nima uchun aynan siz mendan bu narsani eshitishingiz kerak? Men Nafisa Narkulova, psixolog, parapsixolog, ruhiy ustoz, 35 ta avtorskiy meditatsiyani yaratgan meditatsiyalarda avtor hisoblanaman va aynan 3000 dan ortiq o'quvchilarimni 90% real natijalarga aynan shu meni ilmlarim orqali, berib keladigan ilmlarim orqali chiqishyapti. Undan tashqari men O'zbekistonga juda ham ko'p ishlaydigan, haqiqatan ham juda ham kuchli terapiyalarda olib kirgan terapevt hisoblanaman. Minglab o'quvchilar natijalariga qaramasdan, aynan shu mavzuda men o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib sizga gapirmoqchiman. Chunki men har bir beradigan praktikalarda, terapiyalarda yoki qanaqadir ilmlarda hammasini birinchi o'rinda hayotimda qo'llayman va undan keyin hayotimda natija bergandan keyin, undan keyin men o'quvchilarimni hayotida qo'llayman. Так что men sizga o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib 5 yil oldingi voqeani sizga so'zlab beraman. 5 yil oldin aynan oyna qarshisida. Oynani qarshisida turib, aynan shu ko'zlarimga ko'zingizni hattoki qorachig'ini qilt etmasdan qarab turishingiz kerak bo'ladi. Men oynani qarshisida ko'zlarimga juda ham chuqurlik bilan boqdim. Va oynani qarshisida ko'rgan narsam meni juda ham qo'rqitib yubordi. Men oynani qarshisida bir maxluqni ko'rdim. Va u maxluq bu men emas edim. Da. Kim deysizmi? Meni qo'rquvlarim, meni ayblaganlarim, meni og'riqlarim, meni hayotdagi nafratlarim, meni hayotdagi o'zimni og'riqlar bilan ezib, parchalab, yo'q qilib tashlaganlarimni natijasini aynan ko'zgu qarshisida ko'rdim. Maxluq. Va bu narsa ko'zguni qarshisida siz maxluqni ko'rganingizdan keyin bu narsa sizni shunchalar darajada qo'rqitadiki, nerealni. Men 5 yil oldin holatimni haligacha tasavvur qilib kelaman. Chunki bu narsa meni qayerdan boshlaganimni har doim menga eslatadi. Juda ham qattiq qo'rqdim. Juda ham qattiq qo'rqdim. Shunchalar qo'rqdimki va ana shu qo'rquv meni hayotimni o'zgartirishga, ya'ni birinchi qadamni boshlashimga sababchi bo'ldi. Oyna qarshisidagi maxluq. Va bu maxluqni menga ko'ringani uchun minnatdorchiligim bildirdim. Chunki u meni haqiqiy ichki holatim edi. Meni ichki holatim maxluqqa aylangandi. Bu nafratlar, bu qo'rquvlar, bu azoblar, bu qiynoqlar, bu baxtsizliklar, hammasi. Va aynan men hayotimni ana shu yerdan o'zgarishini boshladim. Chunki meni yo'qotadigan narsam yo'q edi va mana bu oyna qarshisidagi maxluqni ko'rgandan keyin men birinchi qadamimni boshladim. Va hozir ko'rib turganingizdek, men Britaniyada 3 oyda 2 oy praktika qilib, 3 oyda natijani ko'rsatgan praktikalarim.
orqamdagi Britaniyadagi villa. 300 mingdan ortiq mani obunachilarim bor. Shu vaqtgacha men naqd 35 ta meditatsiyani avtoriman. Ya'ni shaxsan o'zim 35 ta meditatsiyani yaratdim. Sayohatlar qildim. Shaxsan o'zimning pulimga. Undan tashqari O'zbekistondan 100 metr kvadratlik mani katta uyim bor. Juda ham ko'p orzularim amalga oshyapti. Farzandlarim, mani Britaniyada yashashimning o'zi bu вообще orzu bo'lgan. Farzandlarim britanskiy angliyskida уже o'z ona tilida gaplashadi va men shu kungacha har bir maqsadlarimga, orzularimga erishdim. Va aynan mana shu hozir olgan va olib keladigan ilmlarim bilan yana meni hali orzularim juda ham ko'p, maqsadlarim juda ham ko'p va ularga erishib kelyapman. Aynan shu oyna praktikasini siz hozir videoni shunday to'xtating va borib oynaga qarang. Shunchaki oynaga qaraysiz, men sizga hozir ko'rsatib beraman. Oynaga qaraysiz, chuqur nafas olasiz burun bilan va og'iz orqali chuqur nafas chiqarasiz. Va oynaga aytasiz. Menga haqiqatni ko'rsat. Meni ichki holatimni ko'rsat. Va ko'zlaringizni qorachig'ini qimirlatmasdan, prosta qilt etmasdan 1 minut faqatgina ko'zlaringiz qorachig'iga qaraysiz. Hech qanaqa umuman ko'zingizni qilt etishingiz mumkin emas. Shunchaki qaraganda qilt etmasdan qaraysiz. To'xtamasdan bitta tochkaga. Ana shunda siz nimani ko'rsangiz, siz o'shasiz. Da. Va meni hayotimni va meni o'quvchilarim hayotini shu praktika o'zgartirishga sababchi bo'lganmi? Ya'ni sizni ham hayotingizni o'zgartirishingizga sababchi bo'ladi. Chunki bu eng oxirgi talchoq desa ham bo'ladi. Который siz juda ham ko'p marta aytasiz Allohga, Allohim, yana o'shanga qaytamiz. Qaysi gunohlarim uchun Allohim, qaysi gunohlarim uchun bu omadsizlik, baxtsizlik, kasallik. Shunchalar ko'p ayollarimiz borki, azbaroyi shunchalar ichi yag'ir bosib, shunchalar ichi panglab ketgan og'riqlardan o'sha tana saraton kasalliklariga chalinib kelishadi. Siz hali saraton kasali bo'lganingiz yo'q. Sizda imkon bor. Hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Oyna praktikasini hozir bajaring. Videoni shunday to'xtating, oyna praktikasini bajaring. Va undan keyin keling, videoni davom etamiz. Hozir siz agar oyna praktikasini bajargan bo'lsangiz, aslida oyna praktikasi bu shunchaki bir marosim emas yoki shunchaki bir qandaydir bir amaliyot emas. Bu haqiqatdan ham istina, haqiqatdan ham haqiqat. Siz u yerda aynan sizni egoingizni o'chirgan holatda sizga haqiqatni ko'rsatib beradi oyna. Aynan siz kim ekanligingizni, aynan siz o'zingizga ego bu sizda ustingizdagi nima desa bo'ladi? Ustingizdagi taqinchoqlar desa bo'ladi. Sizda egoingiz bu sizdagi taqinchoqlar. Aslida siz oynada aynan ko'zlaringizga to'g'ri bu praktikani to'g'ri bajarsangiz, aynan haqiqatdan ham siz yalang'och haqiqatni ko'rasiz. Ya'ni bezatilmagan, o'zgartirilmagan haqiqiy haqiqatni ko'rasiz. Agarda siz bu praktikasini haqiqatdan ham to'g'ri bajarsangiz, oynaga qarab to'g'ri bajarsangiz. Agarda bu praktikani to'g'ri bajarmasangiz, sizga hech narsa ko'rinmaydi. Agarda siz haqiqatdan ham istinani ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu praktikani juda ham to'g'ri bajarishga harakat qiling. Yana bir marta aytaman, ko'z qorachig'iga qarab turasiz, 1 minut ko'zingizni hattoki qiltam etmaysiz. Ko'zingizni qorachig'i bilan qiltam etmaysiz. Aynan shundagina siz haqiqatni ko'rasiz. Agarda siz haqiqatdan ham haqiqatni ko'rmoqchi bo'lsangizdagina siz haqiqatni ko'rasiz. Chunki men ham 5 yil oldin yo'qotadigan hech narsam qolmagandi. Otam yurak operatsiya bo'lganda, 2 ta yurak operatsiya bo'lganda, onamning oyog'i yurmay qolgandi, hamma yaqinlarim tashlab ketgandi. Kstati, sizda mana shunaqa holatingizda hozir atrofingizda hech kim qolmagan bo'lishi ham mumkin va bu ham normalna. Chunki siz prosta o'ylang, panglagan tarvuzda kimga keragi bor yoki achigan ovqatda kimga keragi bor? Siz hozir danday moment panglagan tarvuzsiz yoki achigan ovqatsiz. Sizda hech kimga keragingiz yo'q. Siz yagona kerak bo'ladigan zot bu Alloh. U ham sizga to'g'ri yo'lni ko'ra olsangizdagina siz yo'lingizni ocha oladi. Shunchaki Alloh ber desangiz ocha olmaydi. Siz unga, Allohga yaqin bo'lishingiz uchun siz haqiqatni, istinani ko'rishingiz kerak. Siz haqiqatdan ham xohlab hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lishingiz kerak. Qanaqadir shartlar bilan emas.
Bugun men sizga aynan oyna praktikasi va matka praktikasini qilib berishim kerak. Ya'ni aynan mana bu istinani ko'rish uchun oyna va matka praktikasini bajarishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda oyna praktikasi bu aynan sizni haqiqatda yalang'och holatda ko'rsatib beradi. Sizni ayolligingizni, aynan sizni haqiqiy ichki holatingizni hech qanaqa bezaklarsiz sizga namoyon qilib bera oladi. Aynan oyna praktikasi. Va aynan siz haqiqatni ko'rganingizda, xuddiki multik bor agar bilsangiz, Kay va Gerda. Aynan Kayni bir muzlik malikasi sehrlab qo'yadi. Bizlarning og'riqlarimiz, bizlarning nafratlarimiz, bizlarning har bir muammolarimiz, ayblashlarimiz hammasi bizlarni sehrlaydi. Ego kibrimizni oshiradi. Kibr bu aslida sehrda. Sizda kibringiz qancha kuchaygani sari siz xuddiki sehrlangan insonni, ya'ni siz o'zingizda kibringiz bilan sehrlanib qolasiz. Aynan xuddi oyna praktikasini bajarganingizda siz Kayni ko'zlari shunday ochilgani kabi sizda ham ko'zlaringiz ochiladi. Siz chunki haqiqatni ko'rasiz va undan keyingina siz to'g'ri yo'lni ko'ra olasiz. Haqiqiy yo'lni ko'ra olasiz. Shu kungacha siz yo'lingiz ochilmagan bo'lsa, demak siz uxlayapsiz, demak siz sehrlangansiz. Kibringiz bilan sehrlangansiz, egoingiz bilan sehrlangansiz. Og'riqlaringiz, ya'ni og'riqlaringiz, nafratlaringiz, ayblashlaringiz bilan sehrlab qo'ygansiz, o'zingizni sehrlab qo'ygansiz. Aynan shayton beradigan energiya bilan sehrlab qo'ygansiz o'zingizni. Agarda siz haqiqatni ko'rmoqchi bo'lsangiz, uni aytishingiz kerak. Siz haqiqatni bezatilmagan holatda, yalang'och holatda ko'ra olishingiz kerak. Aynan shuni ko'rish uchun sizga oyna praktikasi yordam beradi. Matka praktikasi bo'lsa, aynan sizda ayollik energiyangizni, aynan sizda ayollik kuchingizni his qilishingizga, aynan siz butun ayol bu. Kim? Ayol bu. Ayolda, matkada bu hayot boshlanadi. Butun 18 ming olamni kichraytirilgan formasi bu matka. Matka, agarda siz matka bilan bog'liqliklaringiz, agarda matkani his qila olmasangiz, siz ayolligingizni hech qachon his qila olmaysiz. Siz hech qachon his qila olmaysiz. Aynan matka praktikasi sizda ayolligingizni ochadi. Matka praktikasi juda ham kuchli praktika, juda ham kuchli amaliyot. Bu ham bitta bir qanaqadir marosim emas. Aynan matka praktikasi hattoki eroziyalarni ham davolab kelyapti. Так что matka praktikasini video oxirida men sizga link beraman. Yopiq link orqali o'tib obuna bo'lasiz va o'sha yerda yopiq kanalchada aynan biz sizlar bilan birgalikda faqatgina matka praktikasini bajaramiz. Sahnaga Madinani taklif qilamiz. Madina. Aynan Madina qanaqa edi? Madinada juda ham erini xiyonat qilishdan qo'rqib, aynan xiyonat tagida qolib ketgan ayol edi. Aynan o'ziga bo'lgan ishonchi past, aynan har bir xayoli erini xiyonat qilishdan juda ham qattiq qo'rqardi. Juda ham atrofdagilar bilan munosabati yaxshi emasdi. Ayasi bilan ham, singlisi bilan ham, opasi bilan ham, eri bilan ham hamma bilan munosabatda muammolari bor edi. Madinada nima bo'ldi? Madina haqiqiy istinani ko'rdi. Madina ilm oldi, Madina amaliyotlar bajardi, Madina meditatsiyalar bajardi va natijada Madina ichki xotirjamligi, aynan o'zini ayollik energiyasini qaytardi. O'ziga aylandi, Madinaga, haqiqiy Madinaga aylandi. Og'riqli Madina emas, aybdor qiladigan Madina emas, nafratli Madinaga emas, haqiqiy Madinaga aylandi. Va undan keyin nima bo'ldi? Eri Madinani boshqatdan juda ham qattiq sevib qoldi. Va hozir bilasizmi, hattoki eri Madinaga har 1 soatga, har 2 soatga отчет beradi. Ya'ni Madinaga majburligidan emas, aynan eri xohlagani uchun Madina qara, men seni haqiqatdan ham sevaman. Madina, agarda senga har 2 soatga meni senga qayerdaligin, nima qilayotganimni senga informatsiya kerak bo'layotgan bo'lsa, agarda o'sha narsa seni xotirjam qilayotgan bo'lsa, men xohlayman o'sha narsani. Men seni tinch bo'lishingni xohlayman, chunki men seni juda ham qattiq sevaman va men seni yo'qotishdan juda ham qattiq qo'rqaman. Chunki sen meni hayotimning bir bo'lagisan deb Madinaga qaraydi. Aynan Madina hozir juda ham baxtli hayot kechiryapti eri bilan. Keyingi qahramonimiz ismi Yulduz opa. Yulduz opa 19 yildan beri onasi bilan munosabatlari umuman yaxshi emas edi. Onasi bilan почти bordi keldi ham yo'q edi. Eri bilan munosabatlarda juda ham katta muammo bor edi. Hattoki erini qancha oylik topishini umuman bilmasdi. Eri pul yig'moqchi bo'lsa yoki onasiga yoki opasiga berardi.
Yulduz opaga bo'lsa ishonmasdi. Hozir bo'lsa Yulduz opada qanaqa? Yulduz opa endi aynan erini oyligi qanaqaligi Yulduz opaga umuman ahamiyatsiz. Chunki Yulduz opani o'zi ham moliyaviy o'sdi, eri ham moliyaviy o'sdi. Eri bilan munosabatlari вообще super. Hozir eri bilan sevishganlarga aylanishgan. Undan tashqari Yulduz opani aynan onasi bilan aloqalari, munosabatlari juda ham yaxshilandi. Hozir Yulduz opani oilaviy, ya'ni ota-ona taraf bilan ham aloqalari yaxshi, eri taraf bilan ham aloqalari yaxshi va ularda erishgan natijalari haqiqatan ham tahsinga loyiq. Keyingi qahramonimiz Havojon. Aynan Havojon juda ham katta yomon ahvolga tushgandi. Ya'ni aynan opasi taraflama juda ham katta xiyonatga, bankrotga uchragandi va undan keyin erini ko'zlarini oldida, onasini ko'zlarini oldida xuddiki bir yolg'onchi insonga aylanib qolgandi. Havojonni eri bilan munosabatlariga juda ham katta dars ketgandi. Onasi bilan ham, opasi bilan ham, eri bilan ham juda ham yomon munosabatlarga tushib qolgandi. Havojon ilm oldi, terapiyalar oldi, kerak bo'lsa kerakli amaliyotlarni bajardi va haqiqiy istinani ko'rgandan keyin Havojon o'zi boshqatdan yana biznes qildi. Undan tashqari естественно ayollarimiz o'zini ustida ishlaganida erida ham o'zgarishlar bo'ladi, erida ham moliyaviy o'sish bo'ldi. Va aynan Havojon haqiqiy o'zini qanaqaligini eri ko'rdi va Havojonga avvalgi ishonmaganlarning hammasini bosti qilib yubordi. Ya'ni aynan shu voqea yaxshilikka bo'lganini ko'rdi va haqiqiy istina, haqiqat Havojonni haqiqatni ko'rgandan keyin, ya'ni Havojon ichki holatini ko'rib olgandan keyin onasi bilan suhbatlashdi va onasi bilan ham yaxshi munosabatlar bo'ldi. Eri bilan hozir munosabatlariga garmoniya, sevgi kirgan va hayoti juda ham chiroyli holatda davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu 3 ta qahramonni aynan muammosi ichida, o'zida. Ya'ni o'zini ko'ra olmaslik, o'zini holatini ko'ra olmaslik, haqiqati istinani ko'ra olmaslik bo'lgan va haqiqiy insonni, mana bu haqiqiylikda, haqiqatni ko'ra olgandan keyindagina unda hammasi o'zgardi. Moliyaviy o'sish ham bo'ldi, munosabatlar ham tiklandi, baxt, pul, omad, chiroyli qomatga ega bo'lishdi. Chunki har bir o'zligini anglagan ayol birinchi o'rinda uni qomati chiroyli bo'lishni boshlaydi. Chunki ayol haqiqatdan ham nozik xilqat va uni qomati uni ichki holatidan kelib chiqadi. Ichki holatingiz qanaqaligini yaxshilab nazar boqing, o'shandagina sizda o'zgarish paydo bo'ladi. Endi sizga savol. Aynan shu siz og'riqlaringiz bilan, nafratlaringiz bilan ichki holatingizni ko'rmasdan turib qolib ketmoqchimisiz? Yoki haqiqatdan ham o'zingizni istina, haqiqatingizni ko'rmoqchimisiz? Haqiqatdan ham o'zingizda ayolligingizga qaytmoqchimisiz? Haqiqatdan ham haqiqatni ko'rmoqchimisiz? Agarda haqiqatni ko'rmoqchi bo'lsangiz, men sizga hozir link beraman. Link orqali o'tib yopiq Telegramga o'tib oling va aynan o'sha yerda biz siz bilan birgalikda matka praktikasini bajaramiz. Matka praktikasi sizda oyna praktikasidan keyin bajaradigan eng muhim amaliyotlardan biri hisoblanadi. Hozir opisaniyada men sizga link qoldirganman. Aynan o'sha linkni bosasiz va to'g'ridan-to'g'ri yopiq Telegram kanalga o'tasiz. Va faqatgina bugun o'tganlarga men bu praktikani bajarib beraman. Undan tashqari men sizga maksimalni foydali bo'lishga harakat qildim. Haqiqatdan ham men o'zimni hayotimdagi tajribalardan kelib chiqib, haqiqatdan ham prosta kitobda o'qigan ilmlarni emas, haqiqatdan ham meni hayotimda sodir bo'lgan va butun hayotimni o'zgartirishimga majbur qilgan ma'lumotni sizga berdim. Qolgani aynan sizning qo'lingizda. Tanlov qilish har doim siz bilan birga. Chunki Alloh hech qachon bizga mana bunaqa qil, ana bunaqa qil deb aytmaydi. Har doim bizga shayton aytadi, shayton o'rgatadi. Alloh bizga har doim bizga tanlov qilishda o'zimizga qo'yib beradi. Tak что siz bilan birgalikda matka praktikasida ko'rishguncha. Umid qilamanki, sizga bugungi videoim foydali bo'ldi. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, kerakli insaytlaringizni olgan bo'lsangiz, undan tashqari oyna praktikasini bajarganingizdan keyin qanaqadir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta hozir kommentariyada yozib qoldiring va har bir kommentariyni shaxsan o'zim birma-bir o'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan meditatsiya qirolichasi Nafisa Narkulova bo'ldi va sizni yaxshi ko'raman.